أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله hurmatli qarindoshlar oldingi darsimda bir qiz bilan yigit uy kirgandan keyin bu uyni chuqum baxt saodatga mehr muhabbatga to'ldirish kerak. Endi qanday shunday mehr muhabbatga baxt saodat to'ldirildi deb kelib buning yo'li birlam yo'l u bo'lsa islom ta'limotiga ergashish. Endi Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bo'lsa en namunalik, en yaxshi er edi dedik. Anda bo'lgan ekan Rasululloh ergashish biz ummatga farz, vojib bo'lgan ekan Rasulullohning bir er bo'lish sifati bilan shu Rasulullohga ergashaylik dedik. Endi nima uchun ergashimiz? Chunki men bu darsimni nima bilan boshladim qarindoshlar? Darsimdagi asos cho'ng tema nima? Oilam jannatim. Qanday qanchada oilani mush dunyoning jannatiga aylantirib bo'ldi? Dal Rasulullohga ergashga vaqtida. Endi Rasulullohga ergash uchun biz Rasulullohningki qanday er ekanligini bilishimiz kerak. Endi biz Rasulullohning ruxsati bilan Rasulullohning uyiga kirdik. Uyga kirib Rasululloh qanday er edi desa, deb Ayşe anamızdan sorsak, Ayşe anamız bizga deb berdi. Birinchi bo'lib Rasululloh ayolini söydü ve söygenlikini ağzı bilan aniq xalq alamga deydi. İkincisi Rasululloh ayollar bilan nihoyat xushchaqchaq deydi. Üçüncüsü Rasululloh oilasida ayoliga yordam beradi. O'zining ishini o'zi qiladi deydi. Dördüncüsü Resulullah'ın ayeti vafadar deydi. Beşincisi Resulullah ayalını hürmetleydi, ayalını çoğun körtü deydi. Altıncısı Resulullah özünün ailesi için, özünün ayalları için özünü tüzep, retlik, pakiz yöretti. Resulullah muşundak deydi. Mana bizge Resulullah'ın ayalları, sahabeleri Resulullah'ını bir erbulu süptülen bizge muşundak tonuştu deydi. Biz qanday qilishimiz kerak? Bir mu'min musulmon sifatimiz bilan, bir musulmon er bo'lish sifatimiz bilan Rasulullohga mana mushundaq muomala bo'lishimiz kerak. Masalan, Rasululloh vafodor dedi. Hatto Rasulullohning ayollari Rasululloh shunda vafodor qarindoshlar. Masalan, Rasulullohning bir ayoli Rasulullohning mosh Xadicha Ayşe anamızning yaxshi ko'rganligini bilib, hatto yetti ayolga bir haftada bir qatim Rasululloh bilan birga qo'nish, birga uxlash navbat keldi. Shu navbatini Rasulullohning Ayşe onamizning yaxshi ko'rgan Ayşe onamiz o'tib berdi. Ya Rasululloh, men navbatim kelgan chaqda siz Ayşe bilan birga tusilar deb. Mana bular shunday vafodor, bir-birini shunday hurmatlaydigan, bir-birini shunday yaxshi ko'radigan oilalar edi. Biz mush oilalarni örnek tutuşumuz kerak deb so'zlab kelib, men bu Rasulullohning bir qanday er edi degan savolga javob berib, Rasulullohningki qanday er ekanligini men sizlarga 10 nuqtada yig'inchoqlab beraman deb buning 6 nuqtani so'zlab bo'ldim. Endi bugun 7, 8, 9, 10 nuqtani men bugun bayon qilib beraman. Endi 7 nuqta bo'lsa Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem ayollarga bilim öğütetti qarindoshlar. Şunu bilishimiz kerak ki erlar Allah subhanahu ve Taala'nın oldida ayollarning bilim öğünish ishidan mas'ul bo'ladi. Agar sen o'zing bilsang, sen o'zing o'rgatsang bo'ldi. Sen bir er bo'lib sifatingdan bilmasang, bu ayolni ilm so'rovlariga opirish majburiyating bor. Bu ayol özünün ahiretiga, özünün dünyasıga faydası var, bilimlerini öğreniş gerek, bilim eliş gerek. Çünkü bu senin ballarının anısı, yani ailenin okutukçusu bu ayol. Ballarını bu ayol bilimsiz qanday tarbiyeleydi. Men shundoq bir haqiqatni yana bir qatim eskartay qarindoshlar. Erlarning ayollarga din o'g'itishi
baş tortib bulanmaydigan majburiyat. Allohning oldida chuqum so'rasizlar. Buning dalili Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey Allohga iymon etgan mu'minlar, sizlar üzanglarni va oilanglarni do'zaxdan saqlab qilinglar deydi. Ya'ni saqlab qilish majburiyati bor. Ama qanday saqlab qolsa, o dinni bilmasa, halol haromni bilmasa, ibodatni bilmasa, qanday o'zini do'zaxdan saqlandi? Shuning uchun erlar chuqum üzang bilsang üzang o'gat, üzang bilmasang ilm so'rar apa. Hiç olmasa ayolingning ilm so'rniga berib, ilm elishni to'sma qarindishim. Uni o sharoit yaratib. Bu biz erlarninki başta atıpılanmaydıgan mesuliyeti. Mesela Ayşe Hanım'ın şunda deydi, bir günse Resulullah benim uyumga kirdi. Kirip, yerde mındaq bir nanını uğuq turupdiken şunu körüp, elip, pülep, yevetti deydi. Yevetip, ey Ayşe, siz bu Allah'ın nimetini qadirlang. Allah'ın nimeti bir öyden kitip qalsa, ikkinchi qaytib kelmege tez deb, mana Rasulullah Ayşe anamızga muşunda ta'lim bergan qarindoshlar. Hatta Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin maş ailedeki bütün maşu xas turmuşu bizge maş ayollarını yetip kelgan qarindoshlar. Bumuz qanday biluto? Muş Ayşe anamız Resulullah'da okup alimlik derecesiga yetip, şu Resulullah'ın xas turqanda uyda qanda qildi, qanda tamaq yedi, qanda uxlaydi, ayollarla qanda muomala qildi qatorliq nurg'un dinning yerimini, yani 3dan 1ni şu oila bo'lgan ishlarning hammasini bizga Ayşe anamız yetkizgan. Mana Ayşe'ga ey Ayşe Allah'ın qadrini, ne'matini qadrlang deb mana Rasulullah Ayşe anamızga o'rgatdi qarindoshlar. Bir günse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uydan çıktı. Yani mescidge bombat namazı için çıktı. Çıkışın alda Ayşe anamızını kopa deb o'qitib qo'ydi. Rasulullah bombat namazını o'qib kirsa Ayşe anamız yana uxlayotgan. Qopib, "Voy, ta qopingizni qoping. Fashhadi rizq rabbik." Ey Ayşe, siz Rabbinizning ma rizqiga hozir bo'ling. Ya'ni at deganda berkat va, saharda berkat va, Alloh rizqlarni berdigan vaqt mana qoping deb, shu saharninki muhimligini, saharda qopishninki, shu rizq, tijorat va yoki hamma ishlar uchun atgan o'rnida turishning muhimligini Ayşe anamizga mashta o'rgatdi. Biz Resulullah'ın tarixini okusak, ailesiga, qizlarga, balalarga, atrofidagi odamlarga bütün şu Resulullah'ni dünya ustozi deb laqam olgan. Dunyoning ustozi deb. Dunyo ustoz bo'lgan odam chuqum ailesiga ustoz bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun erlar ayollarning bilim elishiga mas'ul, buni bosh tortib bo'lmaydi. Mana bu Rasulullah, mana bu bizning rasulimiz. Biz chuqum Rasulullohni umid qildik-ekanmiz, Rasulullohga ergishish kerak. 8. nokta bo'lsa, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nihayeti mulayimdi. Yani apuchan edi qarindoshlar. Endi bu oil degan bir xotirjamlikka muhtoj. Allah subhanahu wa ta'ala "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha" deydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudret kemalini gösterip turgan delil paketlerden Allah subhanahu wa ta'ala sizlerden bir amallı xotirjamlik his qilishinglar uchun öz vücudunlardan ayollarni yaratib berdi deydi. Yani aile bo'lgandan keyin bir oilada xotirjamlik, tinch amallik bo'lish kerak. Bu xotirjam, tinch amal bo'lish uchun biz davomli qo'limizda o'chirgich ko'tarib yurishimiz kerak. Yani erler ayollarning xatoligini o'chirish uchun, ayollar erlarning xatoligini o'chirish uchun davomli qilib bir o'chirgich bo'lish kerak. Chunki mayli ayol bo'lsin, mukammal takomul emas, mayli er bo'lsin, qusursiz, ayib nuqsonsiz emas qarindoshlar. Hammamizda ayib nuqson bor. Biz ayollarımızdan Fatima radıyallahu anhudak bo'lishni talab qilsak bo'lmaydi. Chunki biz Ali emas qarindoshlar.
Anlap duranglar. Bir qatam Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Oysha onamiz va yana bir ayoli bilan safarga chiqdi. Rasululloh bir to'yga mindi, Oysha onamiz bir to'yga mindi, yana bir onamiz bir to'yga mindi. Endi Oysha onamizning yuki naiti yengil, üzümü uruq, to'gisi kuchlik, ya'ni simiz to'gdi. Shunda bo'lganlikdan Rasululloh bilan tang mangati, Rasululloh ikkisi gaplashib mangati. Him bir ayolining to'gisi uruq, yuki jiq, yüzü simiz ayol edi. Shuna ayol kendi qilib qoladi. Shuna payg'ambar alayhisalom Oysha onamiz dedi: "Ma sizningki yenik yukingizni sizni uruq to'giga olayli. Sizning ma simiz kuchlik to'gingizga ig'ir yukdan ayol minson. Shuni bilan ayolning to'gisi yetishmansin. Men o'tiringmi, ikkilandan gaplashmayli. Menda paranchib uchimiz bilmayli" debdi. Oysha onamiz kullab qoldi qarindoshlar. Kullab bu qandoq odillik bo'ldi bu? Bu nima degan gap deb xapulab qilib, "Sen payg'ambarmi? Sen kishilar payg'ambar deydi, mushu payg'ambarning qilgan ishimi?" dedi. O'ylab baqqanlar qarindoshlar. Sen payg'ambarmi? Boshqalarni payg'ambar deydi-ku. Payg'ambar mushtavolamda degan gap, men aqida nuqtasini elib etgan vaqtida payg'ambar alayhisalomning payg'ambarligidan gumonlangan odamda iymon yo'q qarindoshlar. Lekin Rasululloh buning qanday radiya qaytdi? Tovlab, "Voy axloqsiz, voy sen nimating?" Bu deb ishni ulg'aytmay qanday qildi? Kulib ketdi Rasululloh. Kulib ketib, "Hey Abdullahning onasi, ya'ni Oysha onamiz demoqchi. Atashukuna fi annani nabiy? Mening payg'ambar ekanligimda gumoningiz bormi?" debdi. Oysha onamiz yig'lab ketdi qarindoshlar. Mana mushada Rasululloh sen nimating, mening payg'ambarligimdagi taqishibdi yoki men payg'ambar olmay nima ekanman deb bishada xapulab deyishib qolgan bo'lsa, chunki Oysha onamiz deganki haqiqatan xatarlik gap bu. Haqiqatan xatarlik gap. Lekin Oysha onamiz hamda bir insonlik sifati bilan bir ayoli bo'lgandama bir necha ayoli bor erning ayoli bo'lganlikdan Rasulullohga ashundaq gaplarni kulligalikdan qilib soldi. Rasululloh naati apuchallik bilan, naati hikmat bilan, naati muloyimlik bilan bu masalani hal qilib, "Siz mening payg'ambarlarim shaklinamsiz" debdi. Oysha onamiz yig'lab ketdi qarindoshlar. Mana bu Rasulullohningki oilasida, ya'ni ayollarni mushundaq apuchan masalani oddiy usullarni hal qiladigan, ya'ni ishni ko'p turmay mushundaq sifati bor mana. Mana bu Rasulullohningki bizga ko'rsatgan yo'li qarindoshlar. Bu oila bo'lgan ekan, chuqum datalash bo'ldi. Chuqum bu oilada ko'ngil og'riq bo'ldi. Lekin bu masalani tovlash bilan, vaqirash bilan, yana bir-birini tillash bilan, xapulib, uyni tashlab chiqitish bilan masala hal bo'lmaydi. Mana Rasulullohningki sunnatidek naytu soğaqqanlıq bilan, aldaransallık qilmay, başqalarni aldirab, başqalarga töhmet qilmay, vaqirmay, bunu mushundaq hikmat bilan hal bo'ldi qarindishim. 9-cu nokta bo'lsa, Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem ayollarını faqat urib baxmagan qarindoshlar. Oysha onamiz shundaq deydi: "Ma daraba Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem shay'an qattu bi yadihi ve la imra'atan ve la khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Oysha onamiz deydi, payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem quli bilan hech qanday bir narsani urib baxmagan deydi. Ya ayolni yoki bir xizmatkarni urib baxmagan. Faqat Alloh yo'lida jihad qilgan chaqda o'g'an dushmanlarni bo'lmasa unda urib baxmagan. Rasulullohga boshqalar tarafidan aziyat yesa, ya'ni boshqalar urib tillab qo'ysa, Rasululloh uningdan intiqom olmagan. Biroq Allah'ın şeriati ayak astı kılınsa bunun intikam aldı. Ama özünün şahsi
manfaati shaxsiy uchun, o'zining shaxsiy bir g'arzi uchun bir narsani intiqom olmagan deydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharif shunday deydi: "La tadribu ima Allah." Allohning didaklarini urmanglar dedi. Degandan keyin sahobalar bu urushdan qo'l uzdi. Uzgandan keyin Umar radhiyallohu anhu kelib Rasulullohga shikoyat qildi. Ey Allohning payg'ambari, ayollar yo'l vasulab ketdi. Ya'ni ayollar bak haddidan eshib ketdi deb keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bak haddidan eshib ketganini azroq adablab qo'yishga ruxsat qildi. Ruxsat qilgandan keyin shuna ayollar Rasulullohning uyiga keldi dedi. Ya Rasululloh, ayollarimiz bizga urib aziyat qildi debdi. Payg'ambar alayhisalom nima dedi? Ma bizning mening uyimga, ya'ni Muhammad alayhisalomning uyiga ayollar kirib, o'zining erlarining o'g'illigini shikoyat qildi. Ma ayolni o'g'illar yaxshi odam emas deb qarindoshlar. Ayolni o'g'an odam yaxshi odam emas dedi. Shu Amerikada bir Richard Goniz deydigan Amerikada Richard Goniz deydigan bir adam Ana balla va analar kasalligi degan bir jurnalda 1992-yil bir maqola e'lon qilib ekan. U maqolasida Amerikaga bir vabo kasal taqilyotdi. Bu kasalga sal qarashga qat'iy bo'lmaydi. Har bir 12 sekundda bir ayol bu kasalga giribtor bo'ladi. U bo'lsa-mu Amerikada har bir 13 sekundda bir ayol ba'zilari o'lgidek, ba'zilari suyaklari sunuqdek aylardan tayoq yeydi. Mushunda darajada yamrab ketdi deb bir maqolani e'lon qilgan qarindoshlar. Endi dinimizda ayollarni yengil urusu bulduğanlıqıga ayet var. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُهُنَّ deydi. Yani sizge qat'i itaat qilmagan ayolga kelsak deydi. Yani bir ayol qat'i itaat qilmaydi ekan. Unda o'qasa bu ayolga chiroyli nasihatlarni qilish qarindoshlar. Goppan urduğu iş yok. Senin gipini çort olmagan çağda, baş çağda uruş bulmaydı. Sana zade fakat itaat kılmaydıken bu ayal. Mesela sen bu ayalının ki yemek içmekte tuluk kıpırıpsan, üy kıpırıpsan, şu otturu seviyedeki kim kiçek kıpırıpsan, yani turmuştan kısmapsan, bu ayalga erlik mesuliyetini tuluk ada kıpsan, Muşu şart asıda bu ayol yanılsan itaat qilmasa, birinchi qadamda qanday qilsa, chiroyli nasihat qilsa. Ikkinchi qadamda bu ayolga bu ayolni yotqan arish bilan mandaq, ya'ni nasihat qilsin. Uningim unmasa, wadribun aniga yengil yuziga emas, İğir kaltakla emas, yengil başqa joyga urib qo'yishga Qur'oni Karim ruxsat qilgan. Lekin shuni bilishimiz kerakki, Rasululloh hayotida ayollarni umugan. Shundan o'limalar ayollarni hatto mush holatdami, itoat qilmagan holatdami urishga bo'lmaydi. Ya'ni urmaslik sunnat. Chunki Rasululloh urmagan. Ursaqmi açığımızı çıkarılış için emas, nasihat qilish uchun usaq bo'ladi degan. Demak, mana bu Rasulullahning sunnat qarindoshlar. 10-masalaga kelsak, 10-nuqta bo'lsa, ma'lum sabablar bilan birdan ko'p ayollik bo'lsa qarindoshlar, adil bo'lish. Rasululloh ayollarga adil edi. Bu adil bo'lish dinimizning javhari qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Va tammat kalimatu robbika sidqan va adla" deydi. Ya'ni bütün Qur'onni Allah subhanahu wa ta'ala ixchamlab,
Bütün Kur'an samimiyet demek, adalet demek. Yani Allah'ın gibi rastçılık, samimiyetlen ve adılıkla tamamlandı. Sizler samimi bolsalar, adil bolsalar buldu. Mening nasihatim şu deb Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerimde muşundaq ayet var. Şunun her cuma günü İmam Mahunum muş adillik doğrusunda ayetlerini devamlı tekrarlaydı. İnnallaha ya'murukum bil adli vel ihsan. Allah sizlarga adalet qilishni buyuruydi deb her cuma günü İmam Mahunum cuma xutbasida shuni o'qiydi qarindoshlar. Endi Rasul Ekrem sallallohu alayhi vasallam nima deydi desanglar? Men kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa ahadu shiqqayhi ma'ilun deydi. Bir odamning ikki ayoli bo'lsa, biriga bak berilib ketsa, biriga bak mayli bo'lib ketsa, ham birsini tashlab qo'ysa, qiyomat kunsi ma yuzining yerimi yo'q qopidi deydi qarindoshlar. Shuning uchun bu ayollarga zulm qilish dinimizda. Zulm asos jihatdan gunoh. Az-zulmu zulumati yawmal qiyama. Boshqalarga zulm qilish qiyomatdagi zulmat deydi. Allah subhanahu wa ta'ala shirkni zulm deb ataydi. Shirk Alloh kechirmaydigan eng cho'ng gunohni Qur'oni Karimda zulm deb atagan qarindoshlar. Allah eng yomon ko'rgan ish zulm. Shuning uchun qiyomat kunsi Qiyomat kunsi men nijot topaydigan nijot topishni xohlasanglar qarindoshlar. Biri kishilarning haqqini yemanglar. Ikkinchisi boshqalarga zulm qilmanglar. Bulibmi ayollarga zulm qilish qarindoshlar. Endi men mushu darsimda mushu Rasulullohninki qandoq edi deganga Rasulullohninki bir payg'ambar Aleyhisselam'nınki bir erbulu süpüt olan yüzüde mücessemleşken 10 süpetini dedim. Bunu her bir Müslüman yaxşı öğreniş gerek. En ahırsta muş diyen gepinin hemmisini Resulullah bir hadiste ihcamlagan. Muş hadis olan ben sözümünü ahırlaştırma. O bozumu karındaşlar hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli. Sizlarning yaxşınglardaydı. Yani yaxşı Müslümanlar qandaq adamni yaxşı deymiz desa, özünün ailesiga yaxşı bo'lgan adamni yaxşı deymiz. Siz jamiyatda palani g'ujam, palani damullachim, qarajim, nima deb sizning yaxshi gapingizni qilsin, oilangizda yaxshi bo'lmasangiz yaxshi emas. Sizning birdan bir dinimizning nazarida, Allohning dargohida, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tutgan yo'lida yaxshi deb atalmoqchi bo'lsangiz, ailangizga yaxshi bo'ling. Va ana khayrukum li ahli. Men oila sizlarning ichinglardagi oilasiga eng yaxshi armoniman. Men eng yaxshisi deb Rasululloh o'zini shunday dedi. Va biz shu Rasulullohga ergishishimiz kerak qarindoshlar. Shu Rasulullohning yo'lini tutishimiz kerak. Mana bir oilada bo's mush hadisni khayrukum li ahli va ana khayrukum ila ahli li ahli degan mush hadisni, ya'ni sizlarning yaxshinglar oilasiga yaxshi bo'lganlar, men sizlarning oranglardagi oilasiga eng yaxshi kishiman degan hadisni bo'lsa bir oilaga bunda yezib esib olsa ham bo'ldi qarindoshlar. Unilib qolmasligimiz uchun. Demak, mana bu oilani baxt saodatga to'shqizish uchun mana buni bilishimiz kerak. Erlarimiz bo'lsin, ayollarimiz bo'lsin, mana bu Rasulullohni o'rnak qilish kerak. İnşallah keyingi darslarimizda shu ayollarning majburiyati nima, erlarning majburiyati nima bu haqda to'xtalamiz. Shu kunga qadar Alloh sizlarni salomat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.